Assalomu alaykum hammaga azizlar. Toshkent ko'chalarida o'zini mukammal o'rniga ega bo'lishga ulgurgan hamda lisang va zikrlarga dam beruvchi, sifatni, qulaylikni, tezlikni va barchani o'z bag'riga sig'dira oluvchi yangi avtomobil Aito M7. Bu avtomobilimizning ichki interyeri dizayniga keladigan bo'lsak, avtomobilimizning hamma yog'i to'laqonli original napak ko'jdan ishlatilgan hamda o'zini yog'och va original napak ko'jalari bilan jihozlangan bo'ladi. Avtomobilimizning multimedial rul, 16 dyumli o'zini aqlli monitori hamda head-up display, Face ID port, ikkita beprovodniy zaryadkasi va aqlli ключевой достуp. Hamda bu avtomobilimizda 100% to'laqonli panorama krisha va panorama krishamiz 50% gacha ochiladi. Azizlar, Aito M7 modelimizning barcha qulayliklari, komfortlari va o'zining noodatiy barcha funksiyalarini siz bilan ko'rib chiqdik. Va bu Aito M7 modelimiz Sergeli Index avto bozorida hozircha mavjud. Sonlari cheklangan. Barchamiz xarid qilishga ulgurib qolamiz. Salomat. Action, we are turn it up. Shot the run and guess who I bring it up. Pull up